Nurota tumanidagi Chashma ziyoratgohini Samarqand viloyatida joylashgan Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi bilan bog'lash ko'zda tutilgan bo'lib, Ishtixon shaharchasi, Qo'shrabot tumani, Nurota shaharini bog'lovchi D074 avtomobil yo'lini 0-120 kilometrlarini joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bundan Nurota tumaniga tegishli 45 kilometr, Ishtixon va Qo'shrabot tumanlariga tegishli 75 kilometr, jami 120 kilometr avtomobil yo'lini asfalt beton qoplamasi yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda.